Tuş, yetik dastanozga ang yarışadigan bilish pishiriqlarning birisi. Shuning uchun bugun yetik dastanozga tush qilishni uyutib qo'yay. Undaqda do'stlar, birlikda uyunib ketdik. Oldi bilan unimizdan 1 kilo. Dinozavr tuxumidan 13 tal, qo'noq yog'i 33 gram, tuz 6 gram, soda 10 gram. Bo'ldi, mushlarni hammani yig'ishtirib, xamir yug'raymiz. Mana qaranglar, xamirimizni mushtaq bo'sh holatda yug'irib olamiz. Buni yarim soat tindirib olaylik. Qaranglar do'stlar, mana xamirimiz bitirib shunday yaxshi tayyor bo'lyapti. Endi buni ichib olaylar. Endi mana xamirimizni ichib olamiz. Nippiz ichib olsak bo'ldi. Mana qaranglar, mushdan nippiz ichib olamiz. Mana nipizligi mushundaroq bo'ldi. Endi buni mush o'ttirdim qitlan kesib olaylik. Endi buni o'ttirdim bir kesib olaylik. Endi buni mushda to'g'rab olamiz. Qaranglar, mana mushda kesib olsak bo'ldi. Mana endi kesib tayyor qilgan tushimizni mayga silib olamiz. Vau, qaranglar, shunchalik mush mayga tushganda o'xshig'ini bilib oldi-da buni. Mana mushunda qizartib olsak bo'ldi. Endi tayyor qilgan qiyamimizni mush tushimizning to'piga to'kib olamiz. Buni yaxshi elashtiramiz. Mana qaranglar, mana tushimizni mana mushda yaxshi elashtirib oldik. Abay meni desim kichik qog'oz uchun men qanzga almashtirib oldim, juma. Endi buni ustiga mayonezga qalmiyatni chizib oldim. Bunda qilsak texim ko'rkam texim. Endi buni mana aralashtirib olgan shachimarimizni bayam qilmishda qirpimizga to'kib, ching-chingdib olamiz. Mani bek chingdi misolar, chichilib ketdi, ananikin cho'lib yaxshi bo'lmaydi. Oy-ey, qaysinglar ma tush berdiganlar. Uf, oy-ey, o'g'il shogirdimni chaqiraychi bo'ldi. Uf, mikrofonga chanamani. Mana shundoq payz oldi. Mana qaranglar, mana tushning o'xshab ketgan nemish qavatlardan bilsak bo'ldi a. Endi buni mush oldida birdan nonsan sevilib, qatqandan keyin kesib iste'mol qilsak ham bo'ladi. Yetib yana nimalar degan yillar bor? Inkasraydi ko'rishaylik. Xayr xo'sh do'stlar.